kecha Erkaboy To'xtar bilan Timur Nikulin jang bo'lib o'tdi. Juda ko'pchilik yozyapti, fikringizni bildiring, nima deysiz shu bo'yiga deb. Fikrim shunaqaki, menga PR ham, nima deydi, hype ham kerak emas. Hamma o'zimga yetarli. Bunaqa video chiqaraman ham deb o'ylamaganman. Chiqarish niyatim ham bo'lmagan. Menga misol Erkaboy qiziq emas. Lekin O'zbekiston uchun gapiraman men. U kelib O'zbekistonga faqat urib ketib yutyapti deyishyapti. Men tayyorman. O'zbekiston nomidan chiqib, shu bilan jang o'tkazishga. Erkaboy tayyor bo'lsangiz, любой условияda, xohlasang boks, xohlasang kulash, xohlasa MMA. Aytgan mesingda urushaman, aytgan joyingda urushaman. Tayyorman shu narsaga. Просто jonga tegdi, hammani o'shalarni uryapsan, u bo'lyapti. Men tayyorman. Любой условияga tayyorman. Gonorarda ham qizig'i yo'q. Oktagon ligada ham qaysi ligada bo'lishdan qat'iy men tayyorman, jangga tayyorman. Men ana bir oy tayyorlanay, 2 oy tayyorlanay, 10 kun oldin ayt, men tayyorman, aytgan joyingga borib urushaman. Aytgan vestda tayyorman, men urushaman. Просто kommentariyada belgilab qo'yinglar, shuni отметить qilib qo'yinglar, men tayyorman jangga. Hammaga rahmat.